65-70% ga beryapti go'shini. Ha, ularning bo'yi akalar mana 85 plyusdagi. 90 ga ham borib qoladigani ham bor. Bor. 80 mingdan qo'yib beraveramiz. 80 mingdan taroziga ketaveradi. Ketaveradi. Xudo o'tdi, mana ko'l realni men o'zim so'yib berdim. 50 kilodan ham o'tdi. 45 kilo go'sht chiqdi. Ichi haligina qarasa 4,5 kilo chiqdi. Jigari bilan uni skitka qilib berdik. Ichini bir xil qilib oldi. O'shanda 51,5 kilo chiqdi. 50 kilo do'ring. Yeyishadigan bo'lsa, mashinani 53 dan qo'yib yuboramiz. 53 dan bir joyga. 5 million 300 mingdan qo'yaveramiz. Xayri sunnati bo'ladi. Haqqi beramiz. Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Xudo xolasa akalar biz bitta katta firmaga tashrif buyurdik. Bugun akalar o'zgacha video syomka bo'ladi. Ularning ko'pligini ko'rib turibsiz. Bu tomonimizda ham hamma yo'q qo'zi-qo'chqorlar. Xudo xolasa videomizni oxirigacha kuzatib turinglar. Sizlarga addi shu chiroyli video bo'ladi. Zo'r narxlarda qilib, xudo xolasa birinchi qo'llardan chiqarishda davom etaveramiz. Katta firmaga tashrif buyurganmiz akalar. Videomizni kuzatib turinglar. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum YouTube chorva qo'y qo'chqor ishqibozlari, Ozodbek uz kanalini muntazam ravishda kuzatib kelayotgan aka-ukalarimiz hamda kanalimiz mehmonlari. Akalar, bugungi video syomkamizni biz Namangan viloyati Namangan tumanida akalar xudo xolasa mana shu qo'chqorlarni zo'rlardan olib kelibdilar. Inshaalloh video oxirigacha kuzatib tursalaring, biz sizlarga chiroyli holatda video obzorlarini boshlaymiz. Katta bir firmaga keldik. Biz bularning ma'lumotlarini, obzorlarini Ibrohim akamizdan sekin-asta eshitib boramiz. Ibrohim aka, hormang. Salomat bo'ling Ozodbek. Uzoq masofadan ham ko'rishaveramiz aka. Ro'zalar bilan charchamaydi. Allohga shukr. Rahmat. Qo'chqorlarning zo'rlari kelibdi. Xudo xolasa yaxshilari keldi qo'chqorlarimizni. Gap yo'q. Semiz variantlari. Holati zo'r. Holati yaxshi, yeb ichishlari zo'r. Charchoqdan chiqdi, qo'chqorlar tayyor, egasiga yetib borgan. Tayyor. Xudo xolasa akalar qo'chqorlarning zo'rlari egasiga yetib boradiganlari. Mana uni gigantlari deydi, mana belni qarang, mashalloh. Xudo xolasa rosa boqilibdi bular aka. Ha, xudo xolasa juda chiroyli, yaxshi boqilgan, ichidan to'lgan qo'ylar hammasi. Bundan bag'iga ham boqsa ham yutqizmaydigan variantlari. Inshaalloh. To'g'ri. Akalar olib borasiz, xudo xolasa. Bir oy boqdim, 2 oy minusga boqdim, endi o'zgarishga kelyapti, endi et olyapti deydigan narsasi yo'q akalar. Buni olib borasiz, sirazi yemga agar tashlaydigan bo'lsa, faqat plus tarafiga yuradi Ozodbek. Faqat plus tarafiga yuradi. Plusga yuradigan varianti. Gap yo'q. Bularda aka yosh oyligi qanaqa ekan? Yosh oyligi endi shakka keladigan payt, qo'zi hali. Endi shakka kelib qoldi o'zim. Oldi buzishni boshlayapti, ha. Gap yo'q. Xudo xolasa semiz. Badamoshlari zo'r ekan. Ichidan to'lgan qo'ylar. Xudo xolasa yaxshi qo'ylar hammasi. Boqsa ham otangga rahmat deydigan joytilar. Gap yo'q. Qurbonlikka akalar tavsiya qilib qolamiz. Mabodo buni olib qurbonlikka boqadigan bo'lsangiz, xudo xolasa eng oldi hadovoy bo'ladigan qo'chqorlardan. Aksariyatini quloqlari butun holatda turibdi akalar. Qulog'i butuniga qiziqadigan qo'chqorlarga. Gap yo'q. Xudo xolasa aka buni yetkazib berish qaygacha bo'ladi? Yetkazib berishimiz mana shu vodiy bo'ylab. Vodiy bo'ylab? Ha, Toshkent, Samarqand hammasi kelishilgan narxda. Joningiz omon bo'lsin. Demak, vodiy bo'ylab besplatno holatda yetkazib olib borib beradi, qolgan joylarga ham bor. Aka, buni xudo xolasa bordoqchilik yo'nalishida, go'sht yo'nalishida ham sotamiz, ha? Xudo xolasa go'sht yo'nalishida ham sotaveramiz, taroziga ham sotaveramiz, oyog'iga ham sotaveramiz. Taroziga ham, oyog'iga ham kelishilaveradi, ha. Joningiz omon bo'lsin. Akalar, xudo xolasa tayoq har taraflama kelishadigan variantlari. Holatini ko'rib turibsiz. Inshaalloh olib boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Qurbonlikkacha boqib, eng oldi qo'chqorida so'yaman degan aka-ukalarimizga mana sizlarga tayyor varianti. Aka, endi buni yemoqchiman sog'liklariga garantiyasini beriladi. Garantiyasi beriladi. Bir hafta sinab olishaveradi ham. Gap yo'q. Bir hafta demak, mashina endi buni haliga qilyapmiz, ochyapmiz. Mashina 10 kundan bos charchoqlari chiqdi. Gap yo'q. Hozir mana qo'y chehralari hammasi zo'r. Proz mana yerda junini olinmagan hisobiga pardoz qilinmagan. Ha, pardoz berilmagan. Bizda ko'plik uchun pardoz berishga uspetan qilib bo'lmaydi bularni. Joningiz omon bo'lsin. Har xil yaxshi hammasi, sog'lom qo'ylar. Sog'lom. Semiz, o'ta semiz qo'ylar. To'g'ri. Bundan bag'iga boqsa ham plus tarafiga yurishadi. Foydada faqat foydasi bor xolos. Qo'yda haqiqatan qo'yda baraka, qo'yda foyda katta. Ko'rib turibsiz akalar, yo'tal po'tar, burnoqqan soqollari yo'q. Xotirjam garantiya sinovi berilyapti akalar. Bo'ylari necha endi xom taxmin bo'ylari ham bilib olaylik. 85. 85. 85
80 plus deylik, Ye, 90 gacha borda. 90 gacha bor, 80 Ha. plus qilaveramiz. 80 plus qilaveraylik, o'sha to'g'ri kelaveradi buni. Ana shunday. 80 Mana plusga. sariqlar o'zi 90 ga borib qolgan. Mashalloh, mashalloh. Mana holatini ham qaranglar akalar. 80 plusga akalar bularda bo'y bastalarini berilaveradi. Xudo xolasa oldim degan aka-ukalarimizga chiroyli holatda yetkazib beriladi. Aka, endi bu narx-navolarni qanday kelishamiz? Xudo xolasa narx-navoni doim kelishib yurganmiz. Kelishib yurgan. Arzon qo'yamiz-da. Xudo Gap xolasa yo'q. qo'ylar bularga Arzon kelgan arzon mana beriladi. haligina ro'zaga Xudo xolasa arzon qo'yamiz, foydalansin, xalqimiz Inshaalloh. foydalansin. Inshaalloh, Ertaga inshaalloh. mana shu Ibrohimjondan qo'y oldik-ku, Ha. foyda qilmadim demasin. Foydalansin Xudo xolasa. Foydalanadigan qilib sotamiz, beramiz shularni. Qassob akalarga ham sotaveramiz. Qassoblarga ham vodiy bo'yicha kelishaversin. Gap yo'q. Ishonsangiz Ozodbek Hop. bular 65-70% ga beryapti go'shini. Ha, go'sht yaxshi Ha, beryapti. go'shti foizi yaxshi beryapti. Qassob akalar ham kelishaversin. Ha, bog'machilar ham kelishaversin, farqi yo'q. Gap yo'q. Xudo Savdogar akalarimizga ham beraveramiz, katta firmadamiz. Ha. Foydalanaman degan. Ha, foydalanaman deganlarga ham beraveramiz. Kelishaveradi. Kelishaveradi. Yo'q. Xudo xolasa. Aka, narxini necha pul qo'yamiz buni? Bularning narxini Ozodbek Optimiga. 5 milliondan Hop. 5 milliondan 5 O'tib million berasiz. 800 gacha bor. Ha, 5 milliondan 5 million 800 gacha bor. Bor qo'yimiz, chiqazib beramiz. Hop, optim agar hammasini olaman deganga bitta narxda ham chiqazib berasiz. Hammasini olaman degani, masalan, mana shu yerda hozir 60 ta bo'lsa, 60 ta, ha, hop. endi. Hop. Minimalni biz sanaganimiz 60 ta bo'lsa, mana shu holatiga ham kelishib qo'yamiz. Hammasini olaman deganga plyus minusi bilan bitta gap aytaymi? Gapiring. 5 va 6 dan qo'yaveraman mana shuni. 56 dan. Endi bitta gap aytaman aka. Sizga labzingiz zo'r. Haqiqatan 56 dan zo'r narx bo'ldi. 5 million 600 dan Optimoganga. Endi qarab turing. Optimoganga, ha. 5600 demangdan shuni tekis qilib 5,5 ga beraverasiz. Hammasini oldim degan telefon qilgan aka-ukalarimizga. Ozodbek, Mana yaxshi sizni bo'ldi. kanalingizdan chiqishganiga men 5 million 600 ming dedim. Gap yo'q. Meni kanalimdan chiqishadi, 5,5 berishadi aka. Joningiz Joningiz omon bo'lsin. Olganga ham, sotganga ham Alloh barakasini bersin. Endi Anaqa aka to'ppa shular bo'lib olsa 5,5 dan kelishaveramiz. bo'lib olsa, shunda ketaveradi, to'ppagicha. Ketaveradi, ha. Oyoqdan ushlab tanlab olsa 58 gachasi bor. 58 gachasi bor. Endi bitta gapni gaplashamiz aka. Qo'ylarning holatini ko'rib turibmiz. Ras taroziga qo'yamiz deb, tarozini narxini ham gaplashib qo'yaylik. Taroziga ham qo'yib beramiz Ozodbek. Hech Tarozining bo'lmadi. narxi semizlarini qo'yib beramiz. Semizlari bor. Endi ani kichkinalar bizga urmaydi. Ha, yo'q, taroziga to'g'ri kelmaydi kichkina. To'g'ri kelmaydi. Ha, kichikroqlari bor-da. Katta Yiriklarini semizlari, qo'yib ichida semiz to'lganlari bor. Hop. 80 mingdan qo'yib beraveramiz. 80 mingdan taroziga ketaveradi. Ketaveradi. Xudo xolisa 70%, 65% foiz beryapti. Foiz beryapti. Ha. Joningiz omon bo'lsin. Qadrli obunachilarimiz, Xudo xolasa akalar holatini ham ko'rib turibsiz. Yirik qo'chqorlar, kimga mana shunaqalar kerak bo'lsa, akalar siz istagan usulda sotiladi. Taroziga deysizmi yoki oyoqboy, kilaboy, liboyaga Xudo xolasa sotiladi. Kelib Xudo xolasa ko'rsalaring bo'ldi. Kelib ko'raman deganlarga lokatsiya tashab berasiz. Lokatsiya tashib beramiz. Adashib qolmaydigan qilib. Ha, Xudo xolisa lokatsiya tashib beramiz. Joningiz omon bo'lsin. Xudo xolasa. Kelib ko'raman deganlarga lokatsiya tashab beriladi yoki Faqat menga telefon qilsin, kelishaversin. Telefon qilsin, kelishaversin. Ish Xursand bitadi. bo'lib ketishaveradi, Xudo xolisa. Inshaalloh, inshaalloh. Xudo xolasa xursand bo'ladigan Bizi- chiroy. Aka, bitta gapda endi Ibrohim aka hech kim aytganiga sotmagan. To'g'ri. Savdo sunnat. Bu savdosini qilishadi, chiroyli xayri sunnatga bir nima o'tib berasiz ona. Kelishaversin, o'tib beramiz. O'tib berasiz. Ha, kelishaversin. Biz kelishadigan insonlarmiz. Inshaalloh. Kelishaversin. Xudo xolisa xursand bo'lib ketishadi. Inshaalloh. Akalar, Xudo xolasa Qo'ylar telefon qilaveradi. hammasi yaxshi. Zo'r. Ha. Zo'r. Haqiqatan bo'ylari ham 80 plusdagi akalar, Xudo xolasa maydasi yo'q, ko'rib turibmiz. Inshaalloh kelib ko'raman deganlarga Ozodbek. lokatsiya tashab beringlar yoki ho aka. Bitta ushlaymi? Shular badanini ko'rasizmi? O'zingiz ham sizlar qo'ylarning ichida yurasiz. Ya, men ko'rdim ham, yana bitta ko'ramiz, realni. Mana uni mana Realni. aka, mana sariqni ham o'zi badan voshlari Ha. zo'r ekan mana. O'ta semiz mana shular ham masalan mana. Gap yo'q. Bular ancha boquvda turgan ekanda. Ha, mana shuni ham kichkina. Ularni ham qaranglar, oldi yuzlari ham kulib turgan Mana. holatda. O'ta polvon qo'ylar. Bir badanini qovurg'asini bir ishlab ko'ringchi. Qovurg'aga Bismillahirrohmanirrohim. O, Nima deyapti? Yo'q, zo'r. Xudo xolisa zo'r qo'ylar. Mana. Juda semiz qo'ylar hammasi. Inshaalloh, inshaalloh. Oldilari ham to'lib ketgan qo'ylarimiz. Olib, Xudo xolasa yaxshi ehsonim bor deganlarga ham hozir borib so'ysangiz ham bo'laveradigan o'zi tayyor variantda. Akalar, telefon qilaverasizlar. Mabodo alohida syomka qilib beriladi. Ekrangidagi nomerlarda Telegram, WhatsApplar bormi aka? Bor. Bor. Telegram, WhatsAppda bor. Demak, tushunarli. Alohida syomka qilib berilaveradi akalar, to'liq 50 yordamlagan bo'lsa. kilogacha Hop. go'sht qilyapti. 50 kilogacha go'sht qilyapti. Ha. 50 kilodan ham o'tdi. Mana realni men o'zim so'yib berdim. 50 kilodan ham o'tdi. 45 kilo
go'sht chiqdi, Gap. ichi haligina qarasa 4,5 kilo chiqdi. 4,5 Jigari bilan uni Ha. skidka qilib berdik. Ichini bir xil qilib oldi. O'shanda 51,5 kilo chiqdi. 50 kilo dering. 50 kilo to'g'ri. Endi 50 plus kilo. minusi bor ama. Ha. 40 kilodan 50 kilogacha beryapti. Go'shti, sof Ha. go'shtini 50 kilogacha beryapti. Demak, tushunarli. Akalar, xotirjam telefon qilaverasizlar. Biz o'ta katta firmadamiz akalar. Mana qo'ylarda o'zlaringiz ko'rib turibsizlar mana. Har turidan, har joydan bor akalar. Bemalol telefon qilaverasiz. Keyingi partiyamizga biz sekin navbatda bersak ham bo'laveradi akalar. Qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa akalar mana ikkinchi partiya qo'ylarimizni ham chiqazib namoyish qilyapmiz. Akalar ozroq chiqardik. Sababi ozroq qo'y sizlarga yaxshiroq ko'rinadi. Lekin shuni ko'rasiz, shuni effekti o narita tarafda turganlarda ham bor akalar. Xudo xolasa bularda ham gazini qarang, uzunligini, oldi kastanglariga, garbon o'zlariga, xudo xolasa maza qilib boqaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilinaveradi. Bularda aka endi yosh oyliklarni qanaqaga beramiz bularga? Yosh oyliklari qo'zi Bular ham bir xil. bir xil ha. Nariga birinchi partiyamiz bilan bir xil bitta kelgan. Xudo xolasa sizlarga oz-ozdan namoyish qilayotganimiz sababi yorkiroq ko'ringlar. Realni bor narsa sizlarga ko'rinsin deb xudo xolasa ko'rsatyapmiz. Soni cheklanmagan, xudo xolasa akalar bemalol telefon qilaverasizlar. Bularda aka bo'ylari necha ekanda? Bo'ylari Ozodbek Oh, 80 plus qo'yaverasiz bularni ham. 80 plusga demak Ha. bo'y bastlari ketaveradi. Bularni ham endi yetkazib berishi vodiy bo'ylab qilib berasiz endi. Vodiy bo'ylab qilib beramiz yetkazib. Toshkentga, u yog'iga kelishamiz. Kelishilgan narxda, ha. Endi optim agar biz misol bir 50 ta yo 100 ta oladigan bo'lsa qilib bersak bo'laveradi. Bo'laveradi. Yetkazib Unda olib bo'lsa beraveradi. bo'laveradi, ha. Endi Chunki- bitta ikkitaga biz Ha. haligi Ya bitta ikkita o'zi to'g'ri, shunda ham Ha. shunaqa. Bir Ha. misol bir 20 ta oladigan bo'lsa Toshkentgacha qilib beraverasiz. qilib beraveramiz 20 ta. Besplatno holatda. Gap yo'q. Da qadrli obunachilarimiz, xudo xolasa bemalol aloqaga chiqasiz, ishni bitirasiz. Mabodo dastavka xizmati siz qo'yda nechta olishingizga qarab, bitta, ikkita, 5 ta, 10 ta bo'lsa, akalar vodiy bo'ylab Toshkentgacha ham yetkazib olib borib berilaveradi. Xudo xolasa, aka endi buni narxda eng muhimi omad narxida. Biz qo'yda qancha ko'p maqtaganimiz sari, misol uchun narxi oshib qolmaydi. Mana shu qo'y bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Biz chiroyli qilib narx-navosini qo'yib beraylik, obunachilarimiz, kuzatuvchilarimiz xudo xolasa chiroyli holatda olishsin. Nech pulga qo'yamiz? Optim narxda. Optim narxda bo'lsa, misol mana shu biz mashina 20 ta, 25 ta turgan bo'lsa, shuni oldim mashina deyishadigan bo'lsa, mashinani 53 dan qo'yib yuboramiz. 53 dan bir joyga. 5 million 300 mingdan qo'yib yuboramiz. Xayri sunnati bo'ladi. Haqqi beramiz. Qilib beriladi, ha? Beriladi, ha. Buni o'tib beramiz endi mashina. tanlab olishiga qanaqa kelishamiz? Misol uchun men bitta ikkita zo'rini olmoqchiman degan. Misol mashina ichida ham shuni oyog'idan ushlab turib mashina tortishadigan bo'lsa, Hop, plus tarafi bo'ladi. plusi bo'ladi. Ha, Demak, kelishamiz. qo'ydi holatiga qarab. Ha, holatiga qarab. Ha, plusi demak bo'ladi. tushunarli. Minusni ham qilib berasiz, ammo plusni oldida minusi ham bo'ladi, aka. Ha, minusini ham qilib beraveramiz. O'zingiz Ozodbek. chiqazib bersangiz minus Ha, bo'ladi. minusini ham qilib beraveramiz. 53 dan minusini ham qilib beraveramiz. Gap yo'q. Xudo xolasa, qadrli obunachilarimiz, plus minuslari bo'ladi. Inshaalloh kelib ko'raman degan ko'klarimizga bemalol qilinaveradi. Mana ularning bo'yi akalar mana 85 plusda ekan. 90 ga ham borib qoladigani ham bor. Bor. O'shaning uchun 85 plus dedik, akalar xudo xolasa bo'ylari zo'r. Badanini holatda olib, maza qilib boqaman degan ko'klarimizga tavsiya qilib qolamiz. Sizlarga tayyor variantini mana shular bo'ladi akalar. Kelib ko'raman denglar, keling, ko'ring, tepasiga narxlar qulay bo'layotgan bo'lsa akalar, xudo xolasa chiroyli bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Akalar, xudo xolasa bugungi video syomkamiz mana shu joyda yakunlashdan oldin aka bitta gap. Ikkala partiyani qo'ydik. Narx-navolarni chiroyli qilib kelishtirib, obunachilarimizga xudo xolasa yo'lida qilib xayr sunnatini qilib beramiz. Qilib beramiz. Kelishsin, telefon qilishsin, xudo xolasa bizni dargohdan hech kim xafa bo'lib ketmagan. Gap yo'q. Xudo xolasa hammasi yo'lida bo'ladi, ha? Ha, yo'lida bo'ladi. Xursand bo'lib ketishadi. Inshaalloh. Qadrli obunachilarimiz, telefon qilaverasizlar, ishlaring bitaveradi akalar. Bitta olasizmi, 10 ta olasizmi, 20 ta olasizmi, 100 ta olasizmi akalar, soni cheklanmagan qo'ylar serob akalar. Xudo xolasa, optim joyi mana shu joyda. Demak, video syomkamizni mana shu joyda yakunlasak ham bo'laveradi. Sizlar bilan keyingi syomkalarda yana ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar akalar.